Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Mana Gold nomida ta'minlangan man Turkiya, Angliya, Fransiya chet mamlakatlarga borib o'rgatganman. Ular o'zini tiliga gapirgan. Man o'zim tilimga O'zbekistonda gapiryapman. O'rgatganman-da ularga ham. Mana shunaqa qilishdi. Mana sovg'alar kelibdi. Mana ko'ringlar. Tabriklamaysizlarmi? Mana sovg'alar kelibdi. Hozir men ochib ko'rsataman. Qanaqaligini o'zim ham hayron bo'ldim. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, menga sovg'a keldi. Shunchalik tabrikladingiz, shunchalik o'rgatdingiz dedi. Mana men o'zim ham hayronman. Mana bitta emas, ikkita turibdi. Bunda ham shunaqa men ko'rib jinni bo'lib qoldim. Bu qanaqa bo'ladi dedim. Qaranglar, qanaqa bo'ladi. Gold nomligini o'rgatyapti. Menga shuni bir inson tabrikladi. Bu inson Malayziyada, mana hozir qo'ying, Malayziyada menga pochta qilib jo'natgan. Men uni ko'rib hayron bo'ldim. Juda kayfiyatim ko'tarildi. Mana hali qaranglar, hali sumkada platalar bor. Mana sumkalarda mana bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ko'p sumkalarda. Bu mana ichadigan suvim bu. Mana ichadigan suv. Big gazli suv. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Xalqim, agar meni eshitayotgan bo'lsanglar, kuzatayotgan bo'lsanglar, men sizlarga hech qanday dushmanligim yo'q, hech qanday anaqam yo'q. Men Turkiyada, Arabistonda, Dubayda, keyin Malayziyada, Koreyada, hamma joyda bo'lganman. Ularni o'zini tilida gapirgan. Men ko'rsatib turganman. Mana unday qilasan, bunday qilsang, bunday bo'ladi degan. Hammasi ko'rsatib. Ular endi Instagramga qo'yapti. Hattoki Hindistonda ham borib qilganman bu ishlarni. Lekin maqtanishga emas. Sizlar ham shunday bo'linglar. Shunday bo'lishlaringizni xohlayman. Qo'llar yoki oltinlar. Tillalar. Shuning uchun aytaman, hamisha yuzlar yorug' bo'lsin deyman. Men sizlardan hech qachon qilolmayman. Boy yana ham aytaman. Allohdan yoshintirmaganman, bandadan ham yoshintirmayman. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Sizlar